Toshkentda 2000 dan ortiq mehmonni jamlagan eng yorqin va eng yirik bitiruv marosimlaridan biri bo'lib o'tdi. Central Asian University bir necha yuz nafar bitiruvchilari, bo'lajak shifokorlar, stomatologlar, muhandislar, arxitektorlar, biznes, turizm va mehmonxona menejmenti yo'nalishlari mutaxassislari diplomlarini qo'lga kiritib, professional faoliyatdagi ilk qadamlarini tashladilar. Diplomlarni tantanali topshirish marosimi shifokorlar tomonidan qabul qilingan Gippokrat qasamyodi hamda an'anaviy akademik qalpoqchalarni osmonga otish marosimining eng esda qolarli lahzalariga aylandi. Central Asian University Round University Ranking reytingiga ko'ra dunyoning top 1000 universitetlari qatoriga kiradi. QS ning 4 ta yulduzli reytingiga ega hamda Science and Innovation Awards 2025 talqiniga ko'ra O'zbekistonning eng yaxshi nodavlat universiteti deb e'tirof etilgan. Universitet mamlakatdagi eng yirik kampuslardan birini rivojlantirmoqda. Biznes va turizm yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar esa xorijiy oliygohlar bilan hamkorlikdagi ikki tomonlama diplom dasturlari asosida ta'lim olishmoqda. Bayram CAU Graduation Party bilan davom etdi. Yorqin lazer va chiroqlar shousi, DJ King Mozzarella, Shahriyor hamda kechaning maxsus mehmoni DJ Smashning chiqishlari bitiruv oqshomiga munosib yakun yasadi. Ayni paytda Central Asian University'da qabul kampaniyasi davom etmoqda.